Aka yuklab qo'ydim. Tushib qopti. Voy, rahmat. Ofisga hayda tezroq. Mana issiq nonlar, kimga kerak issiq nonlar? Hasan siqilib qolibsan. Do'stim sevib qoldim shekilli. Zo'r-ku, nima siqilyapsan? Unda xursand bo'lsang bo'lmaydimi? Kimni sevib qolding? Men shahrimizdagi Akbar boyning qizini sevib qoldim. U sen bilan menga o'xshagan aravakashga qiz berarmidi? Lekin bir yo'li bor. Bir o'qimishli tanishim bor. Yur o'shanda maslahat so'raymiz. Bunaqa holatda Alloh yordam bermasa, bandasi yordam bera olmaydi. 40 kun masjidga borib zikr qilsalaring, albatta murod maqsadlaringga yetasizlar. Men roziman. Endi sen tomingga ketibdi. Bitta